Homiladorlar, ekranga yaqinroq keling. Agar siz bu maslahatlarimga amal qilsangiz, to tuqquningizcha qorin osilishlari va og'riqlar sizni aslo bezovta qilmaydi. Shunchaki bitta sirni bilib oling. Bandaj bu sizning va homilangizning eng yaqin do'stidir. Bandajni siz e'tibor qilmagan muhim 5 ta vazifasi bor. Birinchisi, qorin mushaklarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi, umurtqa pog'onasiga tushadigan nagruzkani, ya'ni og'irlikni kamaytiradi. Uchinchisi, homilani to'g'ri joylashuviga yordam beradi, ayniqsa oxirgi trimestrlarida. To'rtinchisi, qorin terisini cho'zilishini oldini oladi va striyalar tushishini bartaraf qiladi. Hamda eng oxirgi muhimi, harakatni yengillashtiradi, ayniqsa 3-trimestrda. Bandajni 20 haftalikdan boshlab albatta taqishingiz kerak. Ayniqsa o'tirganda, yurganda, hattoki uy yumushlarini bajarganda ham. Lekin kunning oxirida bandajni yechib qo'yishingiz kerak. Bandaj tanlashda eng muhimi bu qulaylik va moslik. Bandaj ham kiyim kabi o'zingizga mos, tanangizga yoqadigan bandaj tanlashingiz lozim bo'ladi.